Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yosh oilalar va sog'lom farzand rejalashtirish haqida gaplashamiz. Yosh turmush qurgan oilalar sog'lom farzand tug'ish uchun hech narsaga e'tibor bermasliklari yoki bo'lmasa buni tabiiy hol deb o'ylashadi. Ming afsuski bu noto'g'ri. Turmush qurishdan oldin yosh o'sha kelin-kuyov 3 oy oldin ginekolog ko'rigidan, yigitlarimiz bo'lsa urolog ko'riklaridan o'tishlari zarur. Bu nima uchun kerak? Bu sog'lom farzandni dunyoga keltirish uchun, rejalashtirish uchun kerak bo'ladi. Sog'lom farzandni rejalashtirish uchun nimalarga ahamiyat berishimiz zarur? Birinchisi bu qizlarimiz ginekolog ko'rigiga borganda o'zi tekshiruvdan o'tishlari, o'zi tekshiruv natijalariga qarab turib ginekolog tavsiya bergan gormon analizlariga topshirishlari, gormonlarda hech qanday o'zgarishlar bo'lmasagina bu qizimizda homiladorlik bo'lishi kuzatiladi. Bundan tashqari bularda yashirin infeksiyani aniqlash kerak. Sababi bu yashirin infeksiya ertaga yosh qiz bilan o'sha yosh yigit turmush qurgandan so'ng bir-biriga o'tadi va bularda tug'ilajak farzandida nogironlik yoki bo'lmasa bepushtlikka ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun yosh turmush quradigan qizlarimiz va yigitlarimiz albatta yashirin infeksiyalarga tekshirtirishlari zarur. Bundan tashqari ovulyatsiya kunini qizlarimiz to'g'ri belgilashlari kerak. Ya'ni hozir juda ko'p programmalar bor. Hayz siklini boshqaradigan, o'sha hayz sikliga qarab turib ovulyatsiya kuni qaysi kunga to'g'ri keladi, shuni belgilab beradigan juda ko'p programmalarimiz bor. Bu programmalar asosida ovulyatsiya kunini belgilab turib, o'sha kunda agar urug'lanish sodir bo'lsa, bularda farzand kutiladi. Agarda ovulyatsiya kuzatilmayotgan qizlarimiz bo'lsa, bunda albatta bular ginekolog ko'rigiga borishlari va ovulyatsiyani sun'iy chaqirtirib, ovulyatsiyani hosil qilishlari zarur bo'ladi. Bundan tashqari yigitlarimiz uchun zararli odatlardan voz kechishlari, ya'ni ichish, chekish, alkogol va spirtli ichimliklarni mutlaqo 3 oy oldin cheklashlari zarur bo'ladi. Bu ham sog'lom farzand ko'rish uchun ta'sir qiladigan omil hisoblanadi. Keyingisi bu stress. Eng ko'p sabablarga olib keladigan stress hisoblanadi. Chunki yosh turmush qurgan oilalarimiz to bir-birlariga moslashgunicha, to o'sha muhitga moslashguncha albatta hammasida stress bo'ladi. Bu narsa bo'lsa, keyinchalik bularda homila bo'lmasligiga, bu homila bo'lmaslik bo'lsa, ikkinchi marta stressga ham sabab bo'ladi. Ya'ni ularda shunaqangi tushuncha paydo bo'ladi, nima uchun bizda farzand bo'lmayapti, nima uchun bizda farzand yo'q degan narsa bilan ular o'ziga o'zi stress ham chaqirib olishadi. 15 yillik tajribam davomida homiladorlik kuzatilmagan oilalarda homiladorlik kuzatildi. 90% o'sha o'zlari xohlagandek chiroyli homiladorlik bo'ldi. Ba'zi oilalar farzandni rejalashtirishdi, ya'ni o'g'il farzand ko'ramiz deyishdi, o'g'ilga hisoblab turib o'g'il farzandli bo'lishdi. Ba'zi oilalarda qiz farzandni rejalashtirishdi va qizga hisoblab turib qiz farzandli bo'lishdi. Tajribam davomida 90% shu yosh oilalarda farzand kuzatildi. Juda ko'p hozir bepushtlik juda ko'payib ketgan. Buni sababi o'sha mana shu qizlarimizni vaqtida ginekolog ko'rigiga chiqmasliklari, ularni tekshiruvlardan o'tkazmasdan turib turmushga berib yuborishimiz yoki bo'lmasam o'g'il bolalarni ularni ham urolog tekshiruvga olib chiqmasdan turib, ulardagi o'zgarishni aniqlamasdan turib, ularni ham uylantirib qo'yishimiz ham sabab bo'lib kelmoqda. Agarda sizda ham farzandsizlik muammosi kuzatilayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam farzandingizni qiz yoki o'g'il bo'lishini xohlasangiz, pastdagi nomer orqali menga murojaat qilishingiz mumkin.